Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Amalgamonovich. Men Aqto'g'on Dildora Navoiy viloyati Navoiy shahar Tinchlik bir Adan chiqaman. 2027-26 aprel kuni mana bugun TMGga borgandim, Fitay ko'rkiga. Bu murojaatimni chiqishimdan sabab men Navoiy ajida ko'p yillardan beri 8 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Menga Navoiy ajining tibbiyot birlashmasida 2019-yil qilingan neftdagi o'chirg'ich sidrashni qilingandan keyin qon aylanishi yo'qolgandi. Bilmasam mana Fitakda aybimi yo doktorlarning aybimi. Yengil daraja bergan deydi. Hozirda o'ta og'ir berilyapti deydi. Nima uchun Navoiy doktori Nazir aka umuman ishlamaydi? Men 10 oydan beri bansadaman. Ahvolim og'ir. Meni o'ng oyog'im yaxshi ishlamaydi. Qon aylanishi yo'q. Hozir ham o'lchab ko'rdi, shishib ketgan. Ahvolim bir ahvol. Hech kim bunga chora ko'rmaydi. Men sizlardan iltimos qilaman. Menga noto'g'ri qilgan, ukol qilgan qizga chora ko'rib, menga 3-gruppa berishdi. Oyog'im shishib, qon aylanishi yo'q. Menga o'zimni sog'lig'im qaytarib bersa, men hech kimga anonim yo'q. Sog'lig'i yo'q odamga qanday uchib berishi mumkin? Hozir o'lchab ko'rdi, bir oyog'im ariq, bir oyog'im semiz. Qanday qon aylanmayotgan odam, suyak yemilishi bor. Yuragimda biyakart yozib bergan. Boshimda chetni damlini ham bor. Ahvolim o'ta og'ir. 10 oydan beri bansadaman. Men o'zim tentakka o'xshab yotakanman-da, sog'lig'im bo'lmasa. Nima uchun adolatsizlik bo'lyapti? Hech kim bularga chora ko'rmayapti. Korrupsiya uchun Navoiyda boshlanyaptimi? Nima uchun prokuratura ahamiyat bermayapti? Bu yerda meni boshlig'im og'ir postlarga qo'yib, yujnilarga sementni mana videolargacha bu yoqda xonaga sementga qo'yman, ahvolim og'irlashtirib, mana o'zi balishdaman. Umuman sog'lig'im yomonlashdi. Allergiyam qo'zib, oyog'im og'rib, shishib, juda ahvolim og'ir. Mana qiynab kelyapti. Na zavodda, na doktorlarda sizdan iltimos, menga amaliy yordam bering. Mana ahvolim juda og'ir. Nima uchun kim bunga e'tibor beradi? Mana bir odam o'lsa ham bularga adolat yo'q. Sizdan iltimos yo'qqa borsa tekshirib yaxshi qilmaydi. Menda o'ng dumbamda bitta operatsiya bor, tuzamda bitta operatsiya bor, o'ng oyog'imda tugun bor.